mo'min musulmonlarning bir-birlaridagi haqlaridan yana biri va'da bersa bajarishdir. Va'da berdimi, demak ustidan chiqsin. Birovga falon joyga piston soatda kelaman, san ham kelib tur dedimi, shu gap qarz. Bajarish shart. Bajarmagan odam va'da berilgan odamni haqqini poymol qilgan bo'ladi. Juda muhim narsa bu. Va'da berib turib, va'dasiga xilof qilishlik juda katta gunoh. Munofiqlikning bir belgilaridan bittasi hisoblanadi. Va'da beryaptganini o'zida baribir qilmayman deb va'da beradi. Narigi taraf ham bu gapiryapti, o'tgan safar ham aldagan, bu safar ham aldaydi deydi. Shu bilan umuman ishonch qolmaydi hech kimda. Baraka ko'tariladi, ishonchsizlik, bir-biriga hurmatsizlik, tuturuqsizlik, oxir oqibat hamma narsasi faqat yomonlikka aylanib ketadi. Odamlarning bir-birida ishonchi qolmaydi, aldash osonlashib ketadi, va'dani bir qadri qimmati qolmaydi. Bu tarqalavergandan keyin jamiyat parokandalikka tushib ketadi. Shuning uchun va'dani berdimi, bajarish kerak, harakatini qilish kerak, mahkam tutishi kerak.